Gidrofilka ishlatish har doim akne chaqiradimi? Yo'q. Kollagen kremlari teridagi kollagenni oshiradimi? Yo'q. Yozda retinoidlar ishlatish mumkin emas deb eshitdim, rostmi shu? Yo'q. Tushuntiraman. Retinol teri hujayralarini yangilanishini tezlashtiradi. Lekin endi yangi tug'ilgan lala hujayralar quyoshga ta'sirchan bo'lib qoladi. Shunchaki ularni ko'proq himoyalash kerak. Soya, kiyim, SPF. Retinol ajinlar, akne, kollagen kamayishi va dog'lar bilan ishlash uchun mo'shli instrument. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga retinolni yumshoq formasi bo'lgani ma'qul. Masalan, Petitra sivaratkasida retinil palmitat yumshoq foizli ta'sirchan teri uchun ham. Undan tashqari sivaratkadan namlantirish va tinchlantirish beradigan komponentlar ham bor. Retinoidlar terini yangilagani uchun dog'lar bilan ham ishlaydi. Yog' ishlab chiqarishini nazorat qilgani uchun akne bilan ham ishlaydi va eng asosiysi kollagen ishlab chiqarishiga signal bo'lgani uchun ajinlar bilan ishlashga mo'shli instrument. Retinol boshlaganda haftasiga bir marta kechqurun yumshoq formasidan boshlang. Bir oilada har kun yoki kun oraga o'tsa bo'ladi. Petitra sivaratkasini Shani Cosmetics'dan oldim. Sifatli professional kosmetikani teri turiga qarab tanlab berishdi. Retinolni yozda ishlatish aslida foydali ham bo'lishi mumkin. Chunki akne, ajinlar yoki dog'lar, "Voy, yoz keldimi? Kechirasiz. Unda kuzda qaytib kelamiz" deb kutib turmaydi-yu. Shunchaki to'g'ri retinoid va to'g'ri foizda ishlating va albatta quyoshdan himoya.